Umr daftarimni varaqlari orasiga e'tiborlarimni markaziga o'zimni qo'yishni boshladim-da, o'zim degan sahifani kirgizdim. Avvallari hech qanday motivatorlarga, biznes coaching darslarga ishonchim bo'lmasdi. Ushbu videodan keyin boshqacha kuch, boshqacha motivatsiya oldim. Hamda men ham o'sha varaqlar orasiga o'zimni shaxsimni kirita boshladim. Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a spliff with this and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat Buddha sack and a 7-8 lack on clean. O'sha varaqlar orasiga o'zim qo'shimchasi qo'shilgandan keyin ishimda, oilamda juda ham katta yutuqlarga erisha boshladim. Hamda mana bugun ulug' ayyom kunlarida o'zimga mana shu mashinani hadya qildim. Bizning yutuqlarimizdan ota-onalarimiz, yaqinlarimiz hamda farzandlarimiz rohatlanishadi. Shunday ekan, bankir bo'lamizmi, arxitektor bo'lamizmi, har bir sohada harakat qilishdan to'xtamasligimiz kerak. Chunki oilamiz, ota-onamiz bizni natijalarimizni kutishmoqda.